Mana qizlarjonlar, men yuzimni yuvib, tahorat olib keldim va hamma grimlarim o'chib ketib qoldi. Shu bilan bir qatorda SPF'im ham, ya'ni meni sehrli, aqlli SPF'im oqib ketdi. Endi biz uni yangilaymiz. Yuzim yuvilgan, tozalangan. O'zimni har doimgi o'sha aqlli va bebaho va o'sha $100 SPF'lar bilan tenglashadigan, hatto ularni yo'lda qoldiradigan darajada aqlli va quyoshdan himoya qilishdan tashqari sizni davolayapman. Mana blombasini ochamiz. Blombasi bo'ladi. Sizlarning qo'lingizga borganda bu blomba bilan boradi. Mana shu qilib ochib olasizlar. Mana blombachasini. Endi nima qilamiz keyin? Mana vozdухini chiqarib olamiz. Mana bunday qilaverasizlar, yangida bu hali. Qilaverasizlar, keyin mana bunaqa qilib o'zimda chiqib boshlashi seziladi. Qattiq qilib olmanglar, mana. Olamiz qizlar. Men sizlarga hozir bitta zo'r narsani o'rgataman. Men sizlarga hozir bitta zo'r narsani fakt qilib ko'rsataman. Tak, mana o'zimni SPF'im. Mana bunday qilib surtasizlar. Tak. Bu meni o'zimni SPF'im. Endi professionalniy SPF olamiz. Professionalniy tonsiz SPF olamiz qizlar. Mana bombani ochamiz. Bu fake variant emas, chisti originali. Mana hozir arzon chiqib ketdi, bosib ketdi. O'shandan emas, bu chisti O'zbekiston iqlimi uchun javob beradigan firma orqali dokumentalniy O'zB uchun kirib keladigan firmanisi bu. O'tgan daf'a buni boshqa turi bilan ko'rsatdim. Undan oldin yana bitta brend, aynan imенно professionalniy kosmetologический SPF'lar bilan ko'rsatyapman qizlar. Tak. SPF mana bundoq surtiladi. Mana bundoq surtiladi. Bunday keyin surtasiz. Bunaqa qilib surtasiz. Tak, bu tomonimga professionalniy, bu tomonimga o'zimniki. Men sizlarga buni farqini ko'rsataman hozir. Bu SPF zo'r, lekin mening SPF'im undan-da zo'r. Tak. Qaysini ko'rsatasiz? Mana o'zimniki. Qani ketdik. Mana bu tomon o'zimni SPF'im qizlar. Yaxshilab qaranglar. Bitta joyga ham qizlar mana o'zimni mana tonlarim ko'rinib turibdi-ku. Mana o'zimni tonim bilan bu bet qaranglar. Birinchidan oqardim, ikkinchidan tiniq tabiiy yotdi, uchinchidan juda suxoy koja mana men bundaqa elastichniy effekt paydo qildi. Birdaniga elastichniy effekt, ya'ni sochniy bo'ldim. Lekin yaxshilab ko'ringlar qizlar, umuman bundaqa teri qusgani yo'q. Teri qusib chiqib qolgani yo'q. Endi bu professionalniy. Bu tomonimda professionalniy turibdi. Bu tomonimda professionalniy, bu ham zo'r olaman desalaring, mana beston. Bu tomonimda o'zimniki. Bu bebaho. Yaltirashga elastichniy effekt birdaniga, srazi. Mana qizlar. Yaqinlashtiramiz. Mana qizlar. Baho beringlar qizlar. Baho beringlar qizlar. Kerak bo'lsa professionallardan ko'ra ziyod ishlaydi. Kerak bo'lsa, albatta professionalniy ham menda bor, avtorskiy ham menda bor. Ikkalasi ham 50 mg dan.
Meni mahsulotim hech qachon fake varianti chiqmaydi. Именно zavod bilan, firmalar bilan podkatalog, dokumentalni ishlayman. Ularning fake variantini men kirgizmayman hayotda. No, undan tashqari men o'zimni avtorskiy metodikam asosida professionalniy kremim bor. Aynan buni hech qachon fake varianti chiqmaydi, podelkasi chiqmaydi. Buni tarkibini chunki mendan boshqa hech kim bilmaydi. Va men eng yaxshisini o'zim uchun va o'zimga ravo ko'rgan narsamni albatta klientlarimgagina ravo ko'raman. Mana qizlar, mana shunaqa dan bez effekt olyapman qizlar. Mutlaqo effektni e degan harfi ham yo'q. Ataylab shunaqa qilyapman.